Peshin namozi vaqti asr namozi vaqtigachami? Asr vaqti shomgachami? Shom vaqti xuftongachami? deb savol yo'llabdilar. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah vassalatu vassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Ha shunday. Har bir namozni vaqti, ya'ni o'sha bomdod namozidan tashqari boshqa namozlarning vaqti keyingi namoz vaqti kirgungacha davom etadi. Faqat bomdod namozining vaqti quyosh chiqishi bilan tugaydi. Quyosh chiqqandan keyin o'qiladigan bo'lsa, bu qazo bo'ladi. Peshin namozining vaqti o'sha quyosh qiyomdan o'sha zavolga, ya'ni o'sha oqqandan boshlab peshinning vaqti kiradi. Mana shunday davom etadi. Faqat yana bu joyda bir narsani aytib o'tishimiz kerak. Ko'pchilik odamlar shu joyda sal chalg'iydi. Shom namozi va xufton namozi borasida. Shom namozini vaqti quyosh botgandan qizil shafaq to'liq g'oyib bo'lgungacha. Fatvo berilgan gap mana shu. Bu Hanafiy mazhabining buyuk imomlari, Imom Abu Yusuf va Imom Muhammad rahimahumullohlarning gaplari, fatvo mana shu gapga bo'lgan. Faqat bu masalada mazhab boshimiz Imom Azam Abu Hanifa rahimahullohning gaplari shomni vaqti dedilar, u kishi o'sha qizil shafaq g'oyib bo'lgungacha emas, balki qizil shafaqdan keyin ma'lum bir qisqa davrda bir oqlik vaqti bo'ladi. Ana o'sha oqlik vaqti tugagangacha dedilar. Demak, har ikki gap fiqhiy kitoblarimizda kelganligi uchun ba'zi odamlar adashtirib qo'yadi, ajratolmay qolishadi. Xo'p, endi bir kishi shom namozini quyoshni qizil shafaqi to'liq g'oyib bo'lgungacha o'qib olsa, demak shom namozini vaqtida o'qigan bo'ladi. Qizil shafaq yo'q bo'lgandan keyin agar xufton o'qiladigan bo'lsa, bu odam fatvo berilgan qovulga muvofiq ish tutgan bo'ladi. Bu odam xato qilgan hisoblanmaydi. Endi ikkinchi bir odam o'sha qizil shafaq to'liq g'oyib bo'lib, undan keyingi oqlik vaqti ham tugagandan keyin o'qisa agar xufton namozini, bu odam yana ham bir afzal ishni qilgan bo'ladi. Sababi bu joyda o'sha Imom Ayn deymiz, Imom Abu Yusuf va Imom Muhammad va mazhab boshimiz Imom Abu Hanifa rahimahulloh hammalarini gaplarini jamlab amal qilgan hisoblanadi. Vallohu a'lam.